Assalomu alaykum barchaga. Hozir deyarli ko'pchilik talabalarning kirishini kutamiz va orada 4 minut 5 daqiqa ichiga boshlaymiz onlayn seminarimizni. Xayrli kech, hurmatli liderlar. Bugungi onlayn seminarimizni boshlaymiz. Bugungi seminar treningimiz asosan startap o'zi nima degan mavzuni qamrab oladi. Avvalo sizlarni Yoshlar akademiyasi klubiga faol a'zo bo'lganlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kelajakda birga faoliyat yuritib, yuqori marralarni albatta zabt etamiz degan umiddaman. Xo'p, endi mana shu guvohnomalar masalasida ayrim sizlar bilishingiz kerak bo'lgan narsalarni aytib o'taman. Xo'p, birinchisi, guvohnoma hammaga beriladi. Yil yakuniga qadar bemalol agar tanishlaringiz ham a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, bemalol a'zo bo'lish imkoni bor. Keyinchalik bu guvohnomani o'ziga yarasha talablari bor. Talablar nimada? Bizda har haftaga yoki 2 haftaga bir marta mana shunaqa onlayn yoki offlayn webinar, seminar yoki uchrashuvlar tashkil qilamiz. O'sha uchrashuvlarda siz ishtirok etishingiz kerak. Agar ishtirok eta olmasangiz, belgilangan topshiriqni vaqtida bajarib, bizga onlayn yoki offlayn tashib bersangiz, sizni ijtimoiy faolligingiz plyus darajada turadi.
Bu qanday bo'ladi? Masalan, birinchi darsda ishtirok etdingiz, keyingi darsga ishtirok etolmasangiz, siz bir marta ogohlantirish olasiz. Umumiy ogohlantirishlar soni 2 ta bo'lib, uchinchisida ogohlantirishsiz to'g'ridan-to'g'ri a'zolikdan chetlashtiriladi va guvohnomasi bekor qilinadi. Har bitta guvohnomaning o'zida unikal QR kodi bor. O'sha QR kodni siz skaner qilsangiz, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz kelib chiqadi. Menimcha hamma sinab ko'rgan bo'lishi mumkin. Iloji boricha hammadan iltimos qilgan bo'lardim. Bu nafaqat menga yoki boshqa birovga muhim narsa emas. Nomuhim bo'lmagan narsa, hammamizga kerakli bo'lgan sohalardan bittasi ilmiy faoliyat haqida. Asosan Yoshlar akademiyasi sizlarni ilmiy innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishga va mana shu sohani qamrab olishga undaydi. Bugungi mavzuga qaytsak, bugun startap mavzusini gaplashamiz. Ko'pchilik startap deganda go'yoki boyagidek termin yoki qiyin bo'lgan murakkab bir jarayonni tushunadi. Lekin aslida startap bu yangi g'oya asosida boshlangan kichik bir biznesga startap deb aytiladi. Yana qaytaraman. Startap bu yangi g'oya asosida boshlangan kichik biznes startap deyiladi. Startap asosan nimalardan hosil bo'ladi? Buni hozir keyin taqdimotda tushuntirib o'taman. Startapni biza shakllantirishda asosan jamiyatdagi, atrofimizdagi, o'zimizdagi kamchilik, muammolarni o'rganib chiqib, o'shalarga qanaqa ehtiyojimiz bor. Masalan, qadimgi davrni misol qilib oladigan bo'lsak, qadimgi davrdagi odamlar devorga rasm chizish uchun har xil boyagidek daraxt shoxlarini yoki barglarni ezib, ulardan rang olib devorlarga chizishgan. Xo'p, keyinchalik odamlar o'sha narsadan ozgina qiyinchilik sezganligi uchun o'ziga salgina yengillik yaratish maqsadida pat bilan siyohda yozadigan bo'lishdi. O'shani ixtiro qilishdi. Xo'p, pat bilan siyohda yozganda bitta kamchilik siyohni tez qurimasligi va xato qilsangiz boshqatdan yozib boshlashingiz kerak bo'ladi. O'sha yozayotgan narsangizni yoki chizayotgan narsangizni. Keyinchalik esa odamlar uni o'ylab bitta yechim qilishgan, qora qalam ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishgan. Dast avval qora qalamni o'zi ishlab chiqarila boshlagan. Keyinchalik esa qora qalam bilan yozdik. Xo'p, xato qilib qo'ydi. Uni o'chirish uchun o'chirg'ich kerak edi. Keyinchalik ham odamlar yana mana shu muammoni hal qilish maqsadida qalamni orqasiga o'chirg'ich qo'yadigan bo'lishdi. Bir varaqaga ikkita muammo. Ham qalamda yozsa bo'ladi, ham agar xato qilsangiz, qalamni orqasiga o'chirg'ich bilan o'chirsangiz bo'ladi. Mana startap o'zi qayerdan kelib chiqqan? Bizning jamiyatdagi, atrofimizdagi bo'layotgan mana shunaqa kichkina detallardan ham startap yasasa bo'ladi. Jamiyatdagi o'zimizning atrofimizda bo'layotgan kichkinagina muammoga qanaqadir innovatsion yoki yangicha bo'lgan yechimni taklif qilish mana shu startap loyiha hisoblanadi. Endi hozir men sizlarga startapni asosiy ichki tuzilmalarini tushuntirib beraman. Xo'p, buning uchun biza albatta Lean Canvas biznes modeli degan narsa bor. Bu asosan startapni tuzishda bizga eng katta yordam beradigan narsalardan biri bu Lean Canvas biznes modeli. Agar imkoningiz bo'lsa, ushbu ma'lumotlarni qanaqadir o'zingizni daftaringizga yoki telefoningizga yozib oling. Chunki startap deganda siz hozir men tushuntirib bergan narsani bemalol ayta olasiz, lekin o'zingiz mustaqil startap yaratayotgan vaqtingizda mana shu bilimlar, mana shu Lean Canvas biznes modeli sizga albatta yordam beradi. Asosiy startap tuzuvchilar deyarli 99% mana shu biznes modeldan foydalanadi. Nimaga? Chunki bu startapni ichiga kirib ketib, uni har bitta detalini ochiqcha tushuntirib berish uchun keng foydalanadi. Ya'ni siz ma'lumotni to'g'ri yetkaza olasiz. Har bitta startapingizni mayda detallardan tortib, nima funksiyalar bajarishi, qanaqa sizga ehtiyoj bor, siz nimalarni taklif qilasiz, o'shalarning barchasini mana shu Lean Canvas biznes modeli o'z ichiga oladi. Xo'p. Endi biznes model nima? Biznes model bu biznes plan emas. Biznes planga solishtirib bo'lmaydi. Biznes model bu boshqa narsa, biznes plan esa boshqa narsa. Masalan, biznes planga biz ayta olamiz, masalan, hamma biladigan Paynet shoxobchasi
Paynet shoxobchasi bu biznes bilan, bu startap yoki biznes modelga kirmaydi. Nima uchun? Chunki u hech qanaqa muammoni hal qilmaydi. Faqatgina ehtiyojdan kelib chiqqan holda, ya'ni aholining talabiga binoan u shoxobcha o'z faoliyatini yo'lga qo'yishi mumkin. Biznes modelda esa bu biron bir kompaniyani yoki mana biznes modeli biron bir kompaniya ichidagi jarayonlarni tahlil qilish va sxematik tasnifi. Ya'ni biza bitta ekologik sumkani misol qilib olsak, ekologik sumka bu biron mana shu startapimiz bo'lsa, uni ichidagi jarayonlar, misol uchun eko sumkani ishlab chiqarish uchun bizaga eng avvalo ekologik material kerak. Ekologik materialni biz qayerdan olamiz? Qancha summaga olamiz? Qancha miqdorda olamiz? Uni kim ishlab chiqaradi? Qanaqa uskunalar ishlab chiqaradi? O'shalarning barchasi mana shu biznes model orqali tahlil qilinadi. Keyin esa Lean Canvas biznes modeli. Lean Canvas bu startap yoki yangi mahsulotning biznes modelini tavsiflash yoki muhokama qilish uchun kuchli vosita. Yuqorida aytganimdek, asosiy startaperlar, mana shunday startap loyihalar bilan shug'ullanadiganlarning ko'pchiligi mana shu Lean Canvas biznes modelidan foydalanadi. Chunki hozir siz Lean Canvas deganda umuman faqat startap haqida gapiryapti deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, hozir biz ichiga kirgan vaqtimizda aslida Lean Canvas bizaga mana shu sohada yordam berar ekan degan fikrga kelasiz. Lean Canvasni qachon va kim tuzib chiqadi? Bu savolga ham hozir javob topamiz. Lean Canvasni yangi mahsulotni ishga tushirishdan oldin, ya'ni startapni ishga tushirishdan oldin, uni mahsulot egasi, ya'ni mana shu startapning egasi biz. Bu startapning egasi biz hisoblanamiz. Nima uchun? Budjetni investitsiya qilish yoki ajratish to'g'risida qaror qabul qilish uchun. Ya'ni biza o'zimizni mahsulotimiz nimaligini bilamiz va bizaga startap jamoasi kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu narsani amalga oshiramiz. Keyin bozorda o'z o'rnini topa olmagan siljish mahsulot muammolarini tahlil qilish. Ya'ni siljish mahsulot bu qo'shtirnoq ichiga olingani, masalan, bizda muammo bo'lishi mumkin qanaqadir. O'sha muammo ancha yildan beri bizda yechilmay kelayotgan bo'lsa, mana shu Lean Canvas orqali biza o'z startapimizni aholiga yoki investorlarga taklif qilamiz. Asosiy xavflarni ta'kidlashi mumkin bo'lgan mutaxassislar yoki advisorlar, marketologlar, sotuvchilar va boshqalar. Biza startap yaratyapmizmi? Demak, biza ham mutaxassis, ham advisor, ham marketolog, ham sotuvchi va boshqalar ham bo'lamiz. Bir barakayni o'ziga. Startap yaratayotgan odam shu narsalarni o'ziga qamrab oladi. Xo'p, Lean Canvas biznes modeli nimalardan iborat? Nima uchun startap yoki mahsulot muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin? Albatta, agar siz startap yaratib yoki mahsulot tayyorlasangiz, lekin uni siz Lean Canvas biznes modeli orqali shakllantirmasangiz, albatta uni juda ham ko'p kamchiligi bo'ladi. Eng mukammal biznes modellardan biri bu Lean Canvas. Birinchi, albatta Lean Canvasda muammo, keyin biza mijozlar segmenti. Biz muammoni aniqladik. Muammomiz bor, masalan, ekosumka. Bozorlarda boyagidek chirishi, ya'ni ekologik parchalanishi qiyin bo'lgan elastik, ya'ni sarafan paketlardan voz kechish, ularni o'rniga ekologik sumkani joriy etish mana shu muammo hamda yechim bo'ladi. Mana har bir segmentning asosiy muammosini tashlab qo'ying. Mavjud muammolarni hal qilish alternativlari. Ya'ni bozorlarda qora sarafan paketlarining ko'payib ketishi va ularni tabiatga zarar berishi mana shu muammo bo'limiga yoziladi. Hammaga ko'rinyapti degan umiddaman. Xo'p, muammoni biz topdik. Keyingisi mijozlar segmenti. Ya'ni sizni foydalanuvchingiz va mijozlaringiz kim? Mana shu paketni siz muammosini qildingiz. Endi siz mana shu paketga yechim sifatida sizni mahsulotingizni kimlar oladi? Dastlabki mijozlaringizni tasvirlab bering. Masalan, siz ekologik sumka yaratyapsiz, ya'ni yaratdingiz. O'sha sumkani kimlar xarid qiladi? O'shani tasvirlab berishingiz kerak. Keyingisi noyob qiymat.
Siz nimangiz bilan zo'rsiz va sizning nimangiz ahamiyat berish kerak. Sizni nimangizga ahamiyat berish kerak. Ya'ni sizni loyihangiz, misol uchun ekologik sumka dedik, ha. Sarafan paketlar bor, keyin unga alternativ sifatida boyagidek savatchalar yoki shunga o'xshash boyagidek nimalardan, ipakdan yoki boshqa narsadan to'qilgan sumkalar ham bor, to'g'ri. Lekin siz ekologik sumka taklif qilayotganingiz uchun siz nimangiz bilan ajratib turasiz? O'shani mana shu joyga noyob qiymat taklifiga alohida yozib o'tishingiz kerak. Masalan, meniki to'liq ekologik parchalanadigan 100% tabiatdan olinadigan materiallardan tayyorlangan ekologik sumka deb mana shu joyga yozib o'tasiz. Keyingi 4-bo'limda esa yechim. Har bir muammoning aniq yechimini yozamiz. Boya muammoni aytdik, mijozlarimiz kim bizani asosiy mijozlarimiz bo'lishini aytdik. Xo'p, keyin noyob qiymatimiz, biz nimani taklif qilyapmiz? Ya'ni bizning ustun tarafimiz nimada? Keyin 4-bosqichda esa birinchi ko'rsatgan mana bu muammoyimizga yechim beramiz. Ya'ni dastlab aytib o'tganimiz, ya'ni biologik parchalanishi qiyin bo'lgan sarafon paketlarini o'rnini bosuvchi ekologik sumka 100% tabiatdan olinadigan materiallardan tayyorlangan ekologik sumka, chidamliligi yuqori. Xullas, o'shanaqa narsalar yoziladi. Keyingi bosqichda esa marketing. Mana, marketing. Qanday qilib mijozlar sizning qiymatli taklifingiz haqida bilib olishadi? Siz muammoni bildik, qanaqa topilishini, yechimini ham berdik. Endi mana shu mahsulotni biz qanday sotamiz? O'shani biz albatta mana shu marketing bo'limida yozib o'tishimiz kerak. Televizorda reklamami, ko'chalarda reklamami, afisha, bannermi yoki ijtimoiy tarmoqlardami, kontentmi, o'shalarning hammasini mana shu marketing bo'limiga yozib ketasiz. Boya yuqorida aytganimdek, Lean Canvas'ni startap asoschisi, ya'ni biz tashkil qilyapmizmi? Bu yerda ham biz loyiha menejeri, loyiha buxgalteri, loyiha marketologi, xullas dasturchi ham, dizayner, hammasi ham boshiga o'zimiz bo'lamiz. Keyingi bosqichda esa biza daromadlar strukturasi. Mahsulotni biza yaratdik, uni reklama qildik. Xo'p, biza mahsulotni qanday sotamiz? Va necha pulda sotamiz? Uni kimlar xarid qiladi? Nima uchun xarid qiladi? O'shani biza 6-bo'limda, ya'ni daromadlar strukturasiga yozib o'tamiz. Har bitta ahamiyatga ega bo'lgan jihatlarni, masalan, sumka bo'lsin, ekologik eko sumka bo'lsin, o'shani biza har bittasini, masalan, bitta sumkani narxi 20 ming yoki 25 ming o'rtacha hisobda. Bu taxminiy. Endi siz daromadlar strukturasiga yozasiz. Masalan, bitta sumkani o'zi 25 ming, 10tasi 180 ming yoki 100tasi 1.300.000. Shunaqa qilib, mana shu daromadlar strukturasiga yozasiz va asosiy daromadlaringiz qayerdan keladi? Masalan, siz eko sumka ishlab chiqardingiz, eko sumkaga reklama ham olishingiz mumkin. Masalan, o'sha eko sumkaga qanaqadir firma yoki korxonani reklama kichkinagina afishasini yopishtirib, o'shandan ham daromad qilish mumkin. Bu misol uchun. Keyingi bosqichda xarajatlar strukturasi. Asosiy xarajatlar ro'yxati. Voy, yechimi bergan vaqtimizda biz nima dedik? 100% tabiatdan olinadigan materialdan tayyorlangan sumka. Xo'p, o'sha materialni biz necha pulga sotib olamiz yoki necha pulga tushadi o'sha material? Eko sumkani ishlab chiqarish uchun bizga qancha ishchi kuch kerak, qanaqa stanok yoki qanaqadir uskuna, apparatlar kerak, qanaqadir issiq suv yoki mana bunday kommunal bo'yicha qanaqadir ehtiyoj bo'lsa, mana shu hammasi xarajatlar strukturasiga yoziladi. Asosiy nomi va qancha summa oyiga. Daromadlar strukturasi ham boshiga oyiga yoziladi, keyin yiliga. O'shanga ahamiyat berish. Va asosiy ko'rsatkichlar, asosiy yutuqlar ko'rsatkichi. Bu yerga siz startapingizni necha pul daromad olib kelishi, sizga qoladigan daromadlar, keyin oyiga qancha sotishingiz, 1 yilga qancha sotishingiz, 1 oylikdan qancha daromad olasiz, 1 yillikdan qancha daromad olasiz. O'shalarning asosiy ko'rsatkich deganda o'zi nomi bilan aytib turibdi. Asosiy ko'rsatkichdan barchasi mana shu 8-bo'limga yoziladi.
Eng oxirida esa sizning ustunlik tarafingiz nima? Ustunlik. Xo'p, startapni yaratdik, muammoga yechimni ham berdik, daromadimizni ham berdik, xarajatimizni ham berdik, asosiy ko'rsatkichlarni ham berdik. Endi bizning ustunligimiz nimada? Boya biza noyob qiymat taklifiga aytganimizdek, ustunlikka ham xuddi shunga o'xshash narsa yoziladi. Ya'ni belgilab o'tiladi. Ya'ni sizning ustunlik tarafingiz nimada? Biza ekosumka ishlab chiqarayotgan bo'lsak, o'sha ekosumkani biza nimalardan yaratyapmiz? Sof ekologik bo'lgani, allergiya qo'zg'amasligi, tabiatda tez parchalanishi, xo'p, keyin yana nima deyish mumkin? Reklama qilish imkonimiz keng bo'lgani uchun mana shu asosiy ko'rsatkichdan mana shu ustunlik bo'limiga kiritib o'tamiz. Xo'p, keling endi muammoni to'laqonli ko'rib chiqsak. Xo'p, muammoda asosan ko'p odamlar unga duch kelishadi. Ya'ni mana shu bitta muammoga odamlar juda ko'p odamlar mana shu muammoga duch keladi. Ya'ni mana shu muammo juda ko'p tarqalgan. Deyarli har kuni mana shu muammoga odamlar duch keladi. Uni e'tiborsiz qoldirish qiyin, odamlar uni hal qilishga harakat qilishadi, lekin haligacha mana shu muammoga yechim topisha olmayapti. Keyingisi esa mana shu muammoni hal qilsangiz, odamlar sizga pul to'lashga tayyor. Ya'ni siz shunaqangi muammo topishingiz kerakki, ya'ni startap qilish uchun muammo topish kerakki, odamlar mana shu loyiha hali ishga tushmasidan oldinroq mana shu loyihaga pul berishga tayyor bo'lish kerak. Keyin startapingiz tayyor bo'lgandan keyin odamlar uni hal qilish uchun juda ko'p pul to'laydi. Ya'ni siz mana shu muammoga yechimni berdingiz, endi o'sha muammoni yanada mukammal qilib yechishga odamlar sizga ko'p pul to'lashga tayyor bo'lishi kerak. Mana shu muammoda. Xo'p, bularni tahlil qilib chiqdik. Xo'p, bularni tahlil qildik. Aha, asosiy joyga endi yechimni berib o'tsak. Boya mana bu joyga muammoni yozdik, keyin dastlabki mijozlarni tasvirlab berdik, kimlar bo'lishini. Keyin bizlar nima noyob taklif berayotganimizni berdik. Endi boyagi tepada berilgan muammoga yechimni o'rganib chiqamiz. Xo'p, sizni mana shu muammoga texnik yechimingiz mohiyatini, ya'ni mahsulotingiz ushbu muammoni qanday hal qilishini aniq tasvirlab berishingiz kerak. Mana shu bo'limda mana. Yechim bo'limida siz texnik yechimingizni mohiyatini, ya'ni mahsulotingiz ushbu muammoni qanday hal qilishini aniq tasvirlab berishingiz kerak. Yuqorida men buni qisqa qilib tushuntirdim. Hozir har bitta bo'limni alohida tushunamiz. Tushuntirib o'taman deganim. Xo'p, muammoni berdik, mana muammo texnik yechimingizni mohiyati, ya'ni mahsulotingiz ushbu muammoni qanday hal qilishini aniq tasvirlab beramiz. Undan keyingi bo'lim marketing. Ya'ni bizlar qayerdan mahsulotimizni sotamiz, qanday reklama qilamiz. Xo'p, avvalo biz muammoni bildik, unga yechimni ham qildik. Endi maqsadli auditoriyani topishimiz kerak. Maqsadli auditoriyangizga qiymatli taklifni yetkazib berish uchun ushbu yo'llarni, ya'ni xaridorlarni jalb qilish kerak. Marketing 3 ta asosiy parametr bilan tavsiflanadi. Ya'ni potensial mijozni jalb qilish narxi, bir mijozdan potensial daromad, marketingning sig'imi, undagi potensial xaridorlar soni. Bu nomi bilan o'zi aytayapti, potensial, ya'ni doimiy mijozlarni jalb qilish narxi. Masalan, oyga reklama qilsangiz, bir oyga reklama qilsangiz, sizga nechta mana shu mijoz kelyapti, 2 oyda nechta mijoz keladi, o'shani siz prognoz qilib, ularning summasini aniq qilib ishlab chiqishingiz kerak. Keyin mana shu marketing bo'limida siz bitta mijozni qanday qilib jalb qilasiz va undan nechta pul daromad olasiz. O'shani yasasiz. Marketingingiz sig'imi umumiy. Sizni mahsulotingiz 1 yil hajmda nechta mijozga xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, sizni yillik ishlab chiqarish quvvatingiz, boyagi ekosumka haqida gapiryapman. 1 yillik ishlab chiqarish quvvatingiz, misol uchun, yiliga 10 mingta ekosumka bo'lishi mumkin. Boshlanishiga.
Siz o'sha 10 mingta sumkani oyma-oy nechta odamga sotishingizni aniq mana shu nechta odamni jalb qilishini aniq mana shu marketing bo'limida yozib o'tishingiz kerak. Keyingi bo'limimiz daromadlar strukturasi. Ya'ni mana asosiy daromadlar ro'yxati. Bizlar daromadni qayerdan olamiz? Mahsulot foyda olishi uchun yaratilgan, ya'ni mahsulot qanday qilib daromad keltirishini tushunish biz uchun muhimdir. Bizlar mahsulotni sotib, undan qanday daromad olishimizni barchasini daromadlar strukturasiga kirgizamiz. Ya'ni daromadlar strukturasida kim to'laydi, nima uchun aniq to'laydi, qancha aniq to'laydi, qancha vaqt davomida to'laydi. O'shalarni biza aniq kirishimiz kerak. Kim to'laydi? Ya'ni birinchi startap yaratganingizda sizni birinchi xaridorlaringiz albatta bu ota-onalar, kompaniya bu yaqinlaringiz va albatta keng jamoatchilik foydalanuvchilar. Nima uchun aniq? Masalan, obuna, kirish, xizmat yoki komissiya. Bizada esa aniq bo'lgan narsa ekosumka, ya'ni ekologik, allergiya qo'zg'atmaydigan, biologik parchalanuvchi sumka bo'lgani uchun aniq. Chunki odamlarning mana shu narsaga ehtiyoji bo'lishi mumkin. Bu faqatgina misol. Qancha aniq, ya'ni tariflar tasdiqlangan narx. Misol uchun, oddiygina qora sarafan paketni, ya'ni oddiy polietilen paketni sotib olish narxi bilan oddiy ekosumkani sotib olish narxini solishtirib, ularni xizmat nima deydi? Ularni chidamlilik davri, ya'ni sizga qancha vaqt davomida ishlab bera oladi, ya'ni chidamlilik vaqti. Qancha mijozning mahsulotdagi kutilayotgan vaqti, masalan 3 oy yoki 1 yil. Masalan, siz mahsulot yaratdingiz, o'sha mahsulotingizni odamlar qancha vaqt mobaynida ishlatadi? Mana, qancha vaqt davomida ishlatadi. Keyingi asosiy ko'rsatkichlardan biri bu daromadlar strukturasini yozdik. Keyingisi esa xarajatlar strukturasi. Mana, xarajatlar strukturasi bu yerga asosiy xarajatlar kiritiladi deb aytib o'tdim. Xo'p, mahsulotlarning ishlashini ta'minlash uchun asosiy xarajatlarni hisobga olish. Xo'p, biz ekosumka startap loyihasini misol qilib oldik. Mahsulotning ishlashini ta'minlash uchun asosiy xarajatlarni hisobga olish. Ish haqi nimadan? Ishchi kuchi. Bizga qancha ish kuchi kerak va ularga oylik to'lanadigan ish haqi. Baholarni, binolarni ijaraga olish. Masalan, qanaqadir stanok yoki uskuna, apparatlarni joylashtirish uchun bino ijarasini albatta olishimiz kerak. Bu ekosumka loyihasi uchun faqatgina. Ishlab chiqarish xarajatlari, ya'ni biza yuqorida aytib o'tdim, bitta ekosumkani ishlab chiqarish uchun biza qancha xarajat qilishimiz. IT infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash, ya'ni siz onlayn sotish imkonini ham yaratishingiz kerak. Onlayn sotish imkonini yaratishingiz kerak, ya'ni siz mijozlarni onlayn, ya'ni kompyuter, IT texnologiya orqali qo'llab-quvvatlab, ularga mana shu mahsulotingizni onlayn ham yetkazib berish imkonini kirgitishingiz mumkin. Marketing va reklama. Bizning asosiy xarajatlarimizning asosiy qismini marketing va reklama. Chunki reklamasiz bizning mahsulotimizni sotishimiz qiyin bo'ladi. Marketing va reklamaga siz qancha summa ajratyapsiz, nimalar orqali reklama qilasiz, o'shaning har bittasini xarajatlar strukturasiga kirgizib o'tasiz. Asosiy ko'rsatkichlar, ya'ni startap loyihamizning asosiy ko'rsatkichlari. Mana 8-bo'lim. Asosiy ko'rsatkichlar, ya'ni asosiy yutuqlarni ko'rsatish. Bu yerga mahsulot maqsadlarga yo'naltiriladimi? Ya'ni mahsulot aniq bir muammoni yechimi bo'lyaptimi? Masalan, bizda ko'pchilik startaplar bitta muammoni emas, ko'p tarmoqli muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'ladi. Lekin startapni biza tez o'sishi uchun bitta maqsadli qilib, bitta maqsadni yechimi sifatida uni shakllantirishimiz kerak. Mana shu asosiy ko'rsatkichlardan biri. Agar harakat qilmasa, unda nima noto'g'ri bo'ladi? Ya'ni biz startapimizni oxirigacha olib bormasak, startapimiz qanday darajada qolib ketadi yoki qanaqa zararlar yoki foydalar olib kelishi mumkin. Oxirgi bandamiz ustunlik, ya'ni eng oxirgi bandimizda ustunlik. Sizni ustunlik tarafingiz nima? Ya'ni bizning startap loyihamizning ustunlik tarafi nimalardan iborat?
raqobatchilarning kamida 6 oy ichida sizning qiymat taklifingiz nusxalashiga to'sqinlik qiladi. Ya'ni, masalan, biz ekosumkani yaratdik, to'g'ri, lekin raqobatchilar ham yo'q emas. Albatta, ular sizni mahsulotingizga o'xshagan narsani yaratishga harakat qilib yaratadi-ya, lekin ular 6 oy mobaynida sizdan o'tib ketish imkonini oldindan reja qilgan bo'ladi. Siz o'shalarni ham inobatga olib, o'zingizni ustunlik tarafingizni, ya'ni siz ular 6 oydan keyin ham sizdan o'tib ketmasligi uchun o'zingizni ustunlik taraflaringizni ko'rsatib o'tishingiz kerak. Startap loyiha. Endi keling, biz bitta workshop ko'ramiz, ya'ni mana shu tepada tushuntirib o'tgan ma'lumotlarim asosida bitta Rossiyada amalga oshirilgan startap loyihani ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun taksi xizmat. Mana shu startapni biza Lean Canvas biznes modelida ko'rib chiqamiz. Muammo, mijozlar segmenti, noyob qiymat taklifi, yechim, marketing, daromadlar strukturasi, xarajatlar strukturasi asosiy ko'rsatkichlar va ustunlik bo'limlari orqali biza bitta startapni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Mana. Xo'p, muammo. Bolani maktabga olib borish va u yerdan olib ketish kuniga 3 soatgacha vaqt oladi. Ammo men bu vaqtni sport, o'qish, ishlashga sarflashni xohlayman. Ya'ni bolani taksida yuborish qo'rqinchli, siz qanday haydovchiga duch kelishingizni bilmaysiz. Mana shu Rossiyada muammo qilib olingan startapning, ya'ni startap muammosi qilib olingan. Ya'ni siz o'zingizni, bolangizni maktabga olib borish uchun kamida O'zbekiston sharoitida 2 soat vaqtingiz ketishi mumkin. Yo'l hisob-kitoblari bo'yicha. Rossiyada esa bu katta shahar bo'lgani uchun ularda 3 soatni tashkil qiladi. Ya'ni maktabga olib borib olib kelish uchun. Ular nima qilishgan? Keyin mana shu startap loyihani o'ylab topishgan. Muammo tayyor mana. Qarang, mavjud muammolarni hal qilish alternativ. Ya'ni bolalarni oddiy taksi bilan maktabga yuborish mumkin, lekin bizaga qanday taksi haydovchisi duch kelishini bilmaymiz. O'sha muammo qilib olingan. Xo'p, endi bunga biz dastlabki mijozlarimizni, ya'ni mijozlar segmentini tasvirlab beramiz. Yosh bolalar maktabga chiqqan ota-onalar uchun mana shu startapni biz ularga taklif qilamiz. Dastlabki mijozlarimiz farzandi uzoq masofadagi maktabga boradigan ota-onalar. Mana shu mijozlar segmentini aniq ifodalab berdik. Endi asosiy ko'rsatkichlar. Asosiy ko'rsatkichlarda takroriy buyurtmalardan foizlar, ya'ni kuniga bir martadan tashqari 2-3 marta mana shu taksi xizmatidan foydalansa, chegirmalar foiz orqali chegirmalar berish yoki mahsulotning ommalashish ko'rsatkichi birinchi oydan keyin foyda foizi. Ya'ni o'sha birinchi marta foydalanganda siz cashback berasiz, ikkinchi marta foydalanganda esa foiz, ya'ni foiz chegirmalar berasiz. Endi muammoni boya aytib o'tdik. Bolani maktabga olib borish uchun, uni maktabga olib borish uchun 3 soat vaqt ketadi. Endi mana shu muammoga ular nima yechim bergan? Mobil ilova, ya'ni taksiga oldindan buyurtma berishni yo'lga qo'yish. Siz sayohatlarni 1 oy oldin rejalashtirishingiz mumkin. Ya'ni taksini oldindan bron qilib qo'yasiz. Taksi vaqtiga keladi, farzandingizni oladida maktabiga belgilangan vaqtda olib borib qo'yadi. Endi keyingi ko'rsatkich esa daromadlar strukturasi. Asosiy daromadlarimiz biza ota-onalar uchun oylik obuna sotib olishadi, ya'ni oyiga $999. Maktab esa 9 oy, ya'ni jami bitta o'quvchiga, ya'ni bitta obunaga biza qancha daromad olishimiz mana bu joyga yozilgan. 9 oy bo'lgani uchun jami bitta foydalanishi 9 oy davomida, ya'ni 9 oylik daromadimiz $8,991 tashkil qiladi.
Bu taxminiy hisob-kitob. Masalan, oylik obuna to'lovi $999 emas. O'zimizga o'girsak 1 million yoki 1 million 200 deb belgilashimiz mumkin. Xo'p, endi daromadlarni belgilab o'tganimizdan keyin xarajatlar strukturasi, ya'ni biza asosiy xarajatlarimizni ro'yxati nimalardan iborat yozib o'tamiz. Bu startap uchun, ya'ni taksi, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun taksi xizmati startapida biza mobil ilova ishlab chiqamiz. Ya'ni mobil ilova ishlab chiqarish, bu taxminiy narx $999 deb berilgan. Bizning sharoitimizda esa har xil bo'lishi mumkin. Keyinchalik esa marketing. Biza $99 oyiga marketingga sarflaymiz. O'shalar yozib o'tilgan. Bu yerga siz xarajatlaringiz asosiy, masalan, dasturchi, dizayner, marketolog, buxgalter, xullas o'sha narsalarni mana shu joyga yozib o'tishingiz kerak, xarajatlar strukturasiga. Xo'p, keyingisi esa bizada xarajatlar strukturasidan keyingisi 8-bo'lim. Asosiy ko'rsatkichlar. Asosiy ko'rsatkichlar. Takroriy buyurtma, buni aytib o'tibman. Takroriy buyurtmalardan foizlar, mahsulotning ommalashish ko'rsatkichi, ya'ni birinchi xariddan keyingi foyda foizlari. Bularni asosiy ko'rsatkichga yozamiz. Xo'p, keyin oxirida bizada ustunlik qoldi. Yo'q, noyob qiymat taklifi. Siz nimangiz bilan zo'rsiz va sizning nimangizga ahamiyat berish kerak. Ya'ni haydovchilar mana shu loyihadan kelib chiqqan holda haydovchilar sizning farzandingizni xavfsiz maktabga olib keladi. Mana shu bizning noyob qiymatimiz. Ya'ni biza oddiy ko'chadagi taksiga farzandni ishonishimiz mumkin emas. O'shaning uchun mana shu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun taksi loyihasida haydovchilar sizning farzandingizni xavfsiz maktabga olib keladi degan noyob qiymatimizni taklif qilib beramiz. Ustunlik tarafimiz boshqa mana shunaqa taksi xizmatlaridan bizning ustunlik tarafimiz ota-onalar uchun referral bonuslar, ya'ni ular tanishlarni yoki mana shu yaqinlarini o'zini maxsus unikal havolasi orqali taklif qilsa, ularga bonuslar yoki bolalarni tashish uchun litsenziya, ya'ni kimdirlar mana shu taksi xizmatidan o'zi ham haydovchi sifatida ishlamoqchi bo'lsa, bolalarni tashish uchun litsenziya ham beriladi. Asosiy ko'rsatkichlar mana shunaqa Lincolnimiz biznes modeliga joylashtirib bo'lganimizdan keyin uni biza to'liq startap shaklida yaratdik deb aytishimiz mumkin. Hozircha men startapimizga Lincolnimiz biznes modelida tushuntirib berdim. Endi esa sizlar bilan savol va javob qismiga o'tsak. Agar kimda savol bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Savollar bormi? Yoki kimgadir tushunmagan joyi, masalan, kecha startap loyiham bor, o'shani qanday shakllantirsam bo'ladi degan savollarni menga bergandinglar, bemalol hozir tushunmagan joylaringizni so'rab olsangiz, men sizlarga qisqa qilib tushuntirib o'taman. Ya'ni kamchiliklaringizni yoki nima deyishlaringiz kerak bo'lishini men aytib o'taman. Bemalol savollar bo'lsa berishingiz mumkin. O'rinli savol, albatta. Asosan startap yaratayotganingizda siz Lean Canvas biznes modelidan foydalanishingiz kerak. Ya'ni Lean Canvas bu startapingizda to'g'ridan-to'g'ri ochiq shaklda har bitta detalni ko'rsatib berish uchun foydalanadi. Masalan, startapda pitch deck degan narsa bor, ya'ni yuqorida oldinroq tashlaganmiz. Pitch deck kirish bo'ladi. Kirishda siz o'z loyiha haqida loyihani nomini yoki logotipini kirgizasiz, keyin muammoni yozib o'tasiz pitch deckda.
yechim, siz nimaniga yechim beryapsiz? Mahsulot, siz yechim qilayotgan narsangiz mahsulot yoki qanaqadir xizmat turi bo'lsa, o'shani yozib o'tasiz. Bozor hajmini yozasiz, ya'ni sizni mijozlaringiz kim bo'ladi? Keyin biznes modelingiz, siz nimalar orqali daromad olasiz? Keyinchalik raqobatchilarni yozasiz, marketing strategiyasini yozasiz, moliya, ya'ni moliyaviy ko'rsatkichlar prognozini yozib o'tasiz. Bu yerda siz qanaqa daromad olasiz, qanaqa xarajatlar qilasiz, hammasini yozib o'tasiz. Keyin 10-sida pitch deckda jamoa, keyin investitsiya talabi. Hozir men guruhga qaytadan tashlab qo'yaman. Mana, hozir tashlaganim mana. Bu pitch deck deyiladi. Bu ya'ni startapni qisqa va lo'nda tushuntirib berish uchun oddiy shakl, pitch deck. Mana. 11 ta asosiy ko'rsatkichlar belgilab o'tilgan. O'sha 11 tasi bo'yicha siz startapingizni tushuntirib berishingiz mumkin. Agar siz startapingizni to'liq mana shu investorga yoki qanaqadir loyihadagi hakamlarga tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz, albatta pitch deckdan emas, Lean Canvas biznes modelidan foydalanishingiz kerak. Xo'p, yana savol bor ekan. Startap yaratish bu faqatgina mustaqil o'zingizda emas. Masalan, siz qanaqadir muammoga yechim topdingiz, lekin uni qanaqa amalga oshirishni bilmasangiz, mana shu Yoshlar akademiyasi klubi a'zolari, kengash a'zolari va fakultet lideri hamda o'zim institut lideri albatta mana shu sizni startapingizda kamchiliklarni yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, hammasini amalga oshiramiz. Biza bu klubni tashkil qilishimizda asosiy maqsad institutimizdagi talabalarni ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb etib, ularni startap loyihasini amaliyotga tatbiq etish uchun mana shu klub faoliyatini yo'lga qo'yganmiz. Albatta, agar kimdadir qanaqadir startap loyihasi bo'lsa, uni qanaqa amalga oshirishni bilmasa yoki startapga qanday kirishni bilmasa, bugungi ovozi chatimiz yozib olinyapti, uni guruhga tashlab qo'yaman. Bemalol o'zlaringiz kerakli vaqtda foydalanishingiz mumkin. Startaplaringiz bo'yicha muhokama qilmoqchi bo'lsanglar, albatta shu guruhga yozinglar. Bilgan, bilmagan hamma o'rganib oladi. Biz ham o'zlarimizdan fakultet liderlari, institut lideri bilan birgalikda hammasiga savol berib, albatta yechimini sizlarga taklif qilamiz. Yana kimda savollar bor? Bemalol berishingiz mumkin. Hozir biza Lean Canvas biznes modelida ikkita loyihani ko'rdik. Men tushuntirish davrida ekosumka loyihasini sizlarga tushuntirib o'tdim va oxirida rossiyalik startaperlar tomonidan boshlang'ich sinf o'quvchilariga taklif qilingan startap loyihani muhokama qildik. Ekosumka loyihasini mana yana guruhga qaytadan tashlab qo'yaman. Bu startap loyiha bilan ham tanishib chiqsangiz bo'ladi. Hozir men tushuntirib o'tgan startap loyihani bu mana qisqa qilib tushuntirishadi. Startap misol deganman, ekosumka loyihasi, ya'ni muammo bor bozorlarda va savdo markazlarida plastik paketlardan keng foydalanish ekologik muammolarni kuchaytirmoqda. Mana shu muammoga yechim sifatida bioparchalanuvchi, qayta ishlanadigan va estetik ko'rinishga ega ekosumkalarni ishlab chiqarishni yechim qilib kiritdim. Xo'p, 500 dan ortiq iste'molchi o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijasiga ko'ra 78% xaridor sumkalarni afzal, mana shu ekosumkalarni afzal ko'rishini bildirdi va 3 ta mahalliy do'kon bilan hamkorlik imzolandi. Siz mana shu startap loyihani boyagi ustunlik tarafimiz asosiy ko'rsatkichlarga mana shu narsa yoziladi. Biznes modelimiz, ya'ni asosiy daromadimiz chakana savdo va korxonalarga ulgurishga yetkazib berish. Ya'ni bizga optim deyiladi. Qo'shimcha xizmatlar boya yuqori startap loyihani tahlil qilayotganimizda aytib o'tdim. Lean Canvasda logotip va dizayn bilan maxsus sumkalar tayyorlash. Masalan, qaysidir kompaniya mana shu sumkaga qiziqish uyg'otyapti va u sizga taklif qilyapti. Agar meni logotipim mana shu sumkaga tushirib, menga ishlab 20 ta yoki 100 ta nusxalar chiqarib bersang, men senga shuncha pul beraman degan narsani taklif qilishi mumkin. Bularning hammasi biznes modelga ketadi. Xarajatlar smetasi 1 oy uchun. Xom yasho bu yerda 12 million kiritib o'tganman.
jihoz va uskunalar, qanaqa stanok, uskuna, jihozlar kerak bo'lsa, hammasi yoziladi. Marketing va reklama oldin ham aytib o'tgandim, yuqorida ham aytib o'tdim. Albatta, biz mahsulotni qanday sotamiz, nimalar orqali sotishimiz. Ishchi kuchi, ya'ni ish haqi. Ish haqini yozasiz. Jami bizga necha so'mma xarajat ketadi. Keyin jamoa. Jamoa bu loyiha rahbari, ya'ni biza o'zimiz bo'lamiz. Startup loyihani egasi, bu biznes strateg, ya'ni loyiha rahbari bo'ladi. Bu loyihada texnolog, ya'ni ishlab chiqaruvchi, ya'ni mana shu ekosumka bo'yicha mutaxassis, ekologik sumkalar ishlab chiqarish bo'yicha texnolog, marketing menejeri, ya'ni marketolog, reklama va sotuvlarni boshqaradi. Dizayner, ekosumkalar uchun kreativ dizayn ishlab chiqadi. Bu oddiygina ekosumka uchun biz startup loyihani qisqa ko'rinishi. Bu eng oddiy, faqatgina sizlarga tushuncha bo'lish uchun, startup loyiha nima deganiga tushunishlaringiz uchun mana shu startup misol ekosumkani mana shunaqa qilib qo'yganman. Keyin eng oxiriga qarasangiz, startup uchun pitch deck namunasi. Pitch deck namunasiga esa men hozir tashlab berdim. Mana 11 ta asosiy ko'rsatkichlardan iborat bo'lgan biza mana shunaqa strukturani tushunamiz. Bu oddiy ko'rinishdan keyingi daraja, ya'ni ozroq murakkab bo'lgan jarayon. Bunda siz startup loyihangizni tushuntirib bersangiz bo'ladi, lekin to'liqligicha emas. Siz startup loyihangizni to'liqligicha tushuntirib, ya'ni ichini ochib berish uchun asosan Lean Canvas biznes modelidan foydalanasiz. Agar kimgadir Lean Canvas biznes modeli kerak bo'lsa, men hozir uni guruhga tashlab qo'yaman. Mana Lean Canvas biznes modeli. Mana shu orqali biza Lean Canvas biznes modeli orqali startup loyihamizni yaratamiz. Ya'ni Lean Canvas modeli kichik bizneslar va startaplar uchun juda qulay, chunki u loyihaning asosiy jihatini tezkor baholash va o'zgarishlarga moslashishga imkon beradi. Lean Canvas bu biznes g'oyasini tezkor va sodda shaklda tasvirlash uchun mo'ljallangan model hisoblanib, Lean Canvas an'anaviy biznes rejalaridan farqli o'laroq qisqa vaqt ichida asosiy ma'lumotlarni yig'ib, biznesning asosiy jihatlarini ko'rsatishga yordam beradi. Mana bularda mana startup misolida biz oddiygina, lekin bunda biz startapimizni to'liqligicha ochib bera olmaganmiz. Pitch deckda ham xuddi shunday, biz startapimizni to'liq ochib bera olamiz. Faqatgina Lean Canvas biznes modelida biz startup loyihamizni to'laqonli mohiyatini ochib bergan hisoblanamiz. Tushunmagan joyimiz bo'lsa so'raymiz. Men batafsil tushuntirib o'tib ketdim hozir. Savollar bormi? Keling, unda men sizlarga mana shu tinglovchilarga, ya'ni klub a'zolariga topshiriq qilib bitta narsa bersam, oddiygina startup Lean Canvas emas, pitch deck ham emas, oddiygina startup misoliga siz balki o'sha muammoga yechim topilgan bo'lishi mumkin, lekin siz qanaqadir muammoga o'zingizni unikal yechimingizni berib, o'shani guruhga tashlashingiz kerak bo'ladi. Mana shu bugunga berilgan topshiriq bo'ladi. Siz nima tushunganingizni yoki qayerda kamchiligingiz borligini mana shu orqali aniqlab olishimiz mumkin. Aytishingiz mumkin, menda startup yo'q, bilmayman desangiz, atrofimizdagi kichkina detallarga ahamiyat berib, o'sha narsaga qanaqa yechim berish mumkinligini o'ylab topib, oddiygina startup muammoni o'rganamiz, unga yechim beramiz va kimlar bizani xaridorimiz yoki mana shu bizni yechimimizdan kimlar foydalanishi, biznes modelimiz, ya'ni biz qancha daromad olamiz, qayerdan daromad olamiz, keyin xarajatlarimiz qayerda bo'ladi, nimalarni sarflaymiz va jamoamizga qanaqa odamlar kerak. Agar dasturiy ta'minot, ya'ni programma ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, sizga albatta dizayner, dasturchi, keyin marketologlar kerak bo'ladi. Oddiygina startup nimadir ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, oddiy, unga albatta texnolog ishlab chiqaruvchi, marketolog, buxgalter, keyin mana shunaqa o'zini asosiy
jamoaviy tarkibida bo'lgan odamlar mana shu jamoaga kirib o'tadi. Topshiriq sifatida man qaytarib o'taman. Qanaqadir o'zingizni kichkinagina muammoga yechimingizni taklif qilib, o'zingizni startap loyihangizni shakllantirish. Hammaga topshiriq vaqt chegaralanmagan bemalol mana shu guruhga keyingi vebinarimiz, ya'ni onlayn seminar treningimiz bo'lguncha tashlasa, man o'shani biza Yoshlar akademiyasi liderlari o'shani davomatini, hisobotini olib, har bitta a'zoni faoliyatini, ya'ni faollik darajasini mana shu narsalar bo'yicha aniqlab boramiz va haqiqatda guvohnomaga siz guvohnomaga arzirli ish qilyapsizmi yoki qilmayapsizmi, o'shani qilamiz. Yana ta'kidlab o'taman, eng avvalo aytib o'tganimdek, hammaga qachon qo'shilishdan qat'iy nazar, qaysi vaqt qo'shilishdan qat'iy nazar 2025-26 o'quv yili yakuniga qadar a'zo bo'lganlarning barchasiga guvohnoma beriladi. Ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin, menga guvohnoma beriladimi, menga berasizmi yoki o'sha tugadimi? Yo'q. Qabul davom etadi yil yakuniga qadar, ya'ni 2025-2026 o'quv yili yakuniga qadar Yoshlar akademiyasi klubiga a'zolar qabul qilinadi va har bitta a'zoga o'zining unikal QR kodiga ega bo'lgan guvohnoma beriladi. Keyin guvohnomani tatbiq etishimizning asosiy maqsadi, guvohnoma hammaga beriladi, to'g'ri, lekin uni aniq bir maqsadli qilib foydalanish kerak. Guvohnomani respublika bo'yicha hamma joy respublikada tan olish darajasi hamma sertifikat yoki diplomlarniki bilan bir xil, ya'ni respublika miqyosida tan olinadigan guvohnomalar bular. Eng avvalo aytganimdek, 2 marta darsga qatnashmagan besabab, uzrsiz, sababsiz mana shunaqa faol bo'lmagan talabalar, ya'ni a'zolar 2 marta ogohlantiriladi. Birinchi marta ogohlantiriladi, ikkinchi marta ham ogohlantiriladi. 3-chi marta ogohlantirishsiz to'g'ridan-to'g'ri a'zolikdan chetlashtiriladi va uning guvohnomasi nofaol, mavjud emas statusiga o'tkaziladi. Ya'ni sizning guvohnomangiz o'sha vaqtdan boshlab yaroqsiz holatga keladi. Keyinchalik biza a'zolar o'rtasida har xil ko'rik-tanlovlar, musobaqalar, keyin guvohnomada ko'rsatib o'tilgan har xil respublika miqyosida, institut miqyosida bo'lgan tanlov, tadbirlar, ilmiy, innovatsion faoliyatga doir bo'lgan barcha musobaqalarda keng ishtirokini ta'minlaymiz va albatta yuqori natijaga erishamiz. Bugungi seminarimizni ovozli varianti ham yozib olinyapti. Uni guruhga tashlab qo'yaman. Albatta hamma ko'rib chiqishi majburiy hisoblanadi. Bu ham sizni faollik darajangizga inobatga olinadi. Topshiriq berildi. O'zingizni muammoingizni va yechimingizni o'ylab topib guruhga tashlaysiz. Ism, familiyangiz, startapingizni nomi, muammo, yechim, mijozlaringiz, biznes modelingiz, ya'ni siz qanaqa foyda olasiz, nimalar orqali foyda olasiz, xarajatlar strukturasi va asosiy jamoangiz kimlardan iborat bo'lishini mana shu topshiriqni bajarib guruhga tashlab qo'yasiz. Menimcha qolganlarda savol yo'q. Bugungi vebinarimizni yakuniga ham keldik. Agar savollar yo'q bo'lsa, bugungi seminar treningimizni yakunlasak ham bo'ladi.